Hammaga xayrli kun, qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Kazan yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Haftada 2 marotaba bo'ladi. Seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan jo'nab ketadi. Xuddi shu ko'rib turganingiz perondan 16-raqam ostida bizning avtobus reysimiz joylashgan. Sizga ham xuddi shunday ishonchli hamda qulay bo'lgan bilet narxlari kerak bo'lsa, manzilimiz Toshkent avtovokzaliga kelasiz. 2-qavatdan ofis hamda kassalardan biletlarni xarid qiling yoki qarshingizda turgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, hoziroq joyingizni biroq qo'ying. Siz bilan efirda Go'zal bo'ldi. Yana keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.